الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bizlar bilan muhtaram jamoatimiz Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni sunnatlariga muvofiq hayot kechirish, Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni sunnatlarini tildirish, ya'ni odamlar rioya qilmay qo'ygan sunnatlarni joyiga keltirishga oid bo'lgan bobdamiz. Navbatda bir oyat karima o'rganamiz yana. Bu oyat karimamiz Nur surasini 51-52 oyat karimalar ekan. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rahmanir rahim. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون وما يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. صدق الله العظيم. Bu oyat karimani mazmuni shu bo'lyapti ekan. Haqiqatan ham mo'minlarni gapi shundoq bo'ladi ekan, qachoniki u mo'minlarni oralaridagi ishni hukmi uchun Allohga va uning rasuliga chorlansa, ya'ni o'rtada bir muammo chiqsa-yu musulmonlar o'rtasida, shuni muhokama qilish uchun Allohga murojaat qiladi, ya'ni oyatga desa, va sunnatga payg'ambarimiz alayhisolatu vassallamni huzurlariga borish sunnatiga muvofiq hal qiladi desa, ayaqulu sami'na va ata'na. Buni aytmoqlari sami'na eshitdik va ata'na itoat qildik, ya'ni ikkilanmasdan, o'ylanmasdan bo'ldi, gap yo'q, quloq solamiz, itoat qilamiz deyishadi. Ulayka humul muflihun. Mana shunaqangi muhokamalarni Allohga va uning rasuliga chorlanganda o'rnida sami'na va ata'na yoki sama va ta'atan deyish mo'minlarga mukofot keltiradi. Ya'ni shu mo'minlar muflih, najot topadigan mo'minlar shu. Nima uchun? Biz doim shu gapni takror aytyapmiz. Siz bilan biz qanaqangi davrda yashamaylik, qanaqangi bir davlatni ustuvor qonunlar bilan yashamaylik. Dunyoda borki hamma qonun yaratganning qonuni oldida hech narsa emas. Bular hamma davlat o'zini xalqiga to'g'ri keladigan, o'zlarining manfaatini o'ylaydigan qonunlar ishlab chiqaradi. Shu qonunlar turuqlik qonun bo'lmaganligi uchun qonun chiqaradigan palatalarga odamlar, qonunshunoslar saylanadi. Va shular misol bir 5 yil shu palatada ishlasa, qonunshunos palatasi 5 yil ichida shu qonunlarni boshqatga ishlab chiqishi mumkin, yo qo'shimcha qo'shishi mumkin, yoki qonunlarni kuchdan qoldirishi mumkin. Yana to'g'ri, yangi qonunlar chiqyapti. Endi shu qonunlarni mukammal emasligidan o'zgartiradi. Agar qonun mukammal bo'lganda bu o'zgarmas edi. Ya'ni bizning shariatimizning qonunlari mukammalligidan o'zgarmadi, turibdi. Biror bir yeri o'zgargan emas. O'zgarmaydi ham. Hech kim o'zgartira olmaydi ham. O'zgartirgan odam sog' ham qolmaydi. Amal qilmasligi mumkin. Lekin bu qonunni surib, oyatni yoki hadisni noto'g'ri deyishga hech kim jur'at qila olmaydi. Aksincha, buni o'rganib chiqqan, o'sha dinimizdan bir o'yon topib, ayib topib, musulmonlar bir lol qoldirib, mot qilay deyotganlar hammasi bunlar yerga ishqalanib, ig'volariga, qilgan ishlariga pushaymon bo'lib, tan berishdan boshqa narsaga o'tmaydi. Chunki bu qonun olamni yaratgan va qiyomat hisobini oladigan zot Alloh subhanahu va taoloning qonuni.
Shuning uchun Allohga va uning rasuliga murojaat qiling desa, mu'minlar sam'an va ta'atan, sam'an yoki atoni eshitdik gapni itoat qilamiz desa, ulayka humul muflihun, mana shular najot topadi. Bugungi kundagi urush mojarolarini xoh ishlatda oqsoqol hal qilib bersin, xoh 50 yosh hal qilib bersin, xoh domla hal qilib bersin, xoh qonun hal qilib bersin, sud hal bo'lsin, bu ishlar qiyomatini ko'tariladi. Boshqatdan ko'tariladi bu ishlar. Nima uchun boshqatdan ko'tariladi desiz, sudga ishi tushganlar buni yaxshi biladi. Shahar sudida yutkazib qo'yganlar oblastga bersa, u yutib oladi. Respublikaga bersa, bu yutib oladi. Qonun bitta bo'lgandan keyin, da'vogar iddao qilayotgan hammasi ikkalasi bitta bo'lgandan keyin nima uchun shaharda yutkazadi, oblastda yutadi, respublikada yutib oladi? Nima uchun? Qonun boshqami? Shu ishlar mukammal bo'lmaganligidan biri-biridan nima deydi? Yo'l topib foydasiga hal qilaveradi-da. Lekin bu demak mukammal emasligini o'z shundan bilinadi. Lekin bugungi kunda bo'layotgan ishlarni yana Xudo taoloning huzuriga olib boramiz. Shuning uchun Yawmuddin deydi-ku. Din kuni, ya'ni haqiqat kuni. Da'vo qiladi yo'llar, da'vosini qiladi. Yaratgan Parvardigor muhokama qilib xalq qilib beradi. Hamma o'ziga chiqqan hukmga tan bermasning iloji qolmaydi. Mukofot oladi, mukofotini oladi, jazo oladi, jazosini oladi. Shuning uchun shu ish boshimizda bor ekan, bu ishni bugungi kunda hal qilganimiz yaxshi. Nimaga desiz, bugungi kunda shu bir narsalarga suyanib turib, shariatga tushmaydigan foydani o'z tomoningizga tushirib olsangiz, qiyomatda baribir shu muhokama qilinganda bo'lar ekan deydigan bo'lsangiz, shu dunyoda shu noto'g'ri ish qilgan uchun javobgarsizda. Bu bo'yningizga bu aybam, bu gunoh ham yuklanadi. Buning uchun ham javob bermoqingiz bor. U uchun ham javob bermoqingiz bor. 2 marta javobgarlikka tortadigandan ko'ra bitta javobgarlikda turgan yaxshi. Shuning uchun biz doim murojaat qilayotganda bir narsani biladigan odamga murojaat qilishimiz kerak. Hashakka odamlarga murojaat qilmaslik kerak. Va murojaat qilingan odam ham o'ylab javob berish kerak. Bu odam bugun keldimi, kelmadimi bilmayman, bir odam shu tepada masjiddan tushib keladi. Yurib keladi. Masjidga kelganda o'tirib namoz o'qiydi. 3-4 marta ko'rdim. Atini ham bilmayman bu odam. Aka dedim, siz o'tirib o'qiyapsiz, ha dedi. Yurib kelyapsiz dedim. Xotirjam yurib kelyapsiz. Nima uchun o'tirib o'qiysiz desam, menga domlamiz o'tirib o'qing degan dedi. Men aytdim, siz domlangiz o'tirib o'qing desa, siz o'tirib o'qivermang. O'tirib o'qish uchun mana ishlar bo'lsa, holati shu bo'lsa o'tirib o'qiysiz. Agar holat bunga to'g'ri kelmasa, u falon domla o'tirib o'qi deganimiz sizga ruxsat bo'lmaydi. Andoza topgan o'zingiz dedim. Keyin tikka turib namoz o'qib qarasam. Tushunasizmi? Shu odamni shuncha kundan beri o'tirib o'qigan namoziga kim javob beradi endi? O'sha domla javob beradimi? O'zi ham javob beradi-da. Boshqa domlaga murojaat qilmagan uchun. Biz hamma domlalarga aytayapmiz. Masjidlarga stol qo'yib olgan odamlar bugun. O'tirib o'qiydi, stolda o'tirib qo'yadi. Stolda o'tirib o'qish mumkin emas. Afsuski, masjidlarda stollar qo'yildi. Ba'zi masjidlarga borsangiz, mehribon farzandlar dadalariga kreslo qo'yib beryapti. Mumkin emas. Oyog'i og'riydigan bo'lsa o'tirib, cho'zib o'qiversin. Stolda o'tirsin degan yeri yo'q. Ha desa, biz umraga bordik, hamma stolda o'tirar ekan. Sizga o'xshaganlar o'tiradi stolda. Nima uchun stol sotyapti menga? Sotaveradi-da. Aroq sotsa ichib qo'ymayapsiz-ku, sigaret sotsa chekib qo'ymayapsiz-ku. O'ninchi stolni sotishda. Siz o stol o'tirsa bo'ladimi, bo'lmaydigan masalan o'rganish sizning vazifangiz-ku. Sotsanglar, va Arabistonga borsangiz, 4 ta arab o'tirib namoz o'qib qo'ysa, siz ham o'tirib o'qisin degan gap emas-ku. Mumkin emas stolga o'tirish. Biror bir kitobda yo'q stolga o'tirib o'qish. Agar stolga o'tirib o'qish kitoblarda yozilmagan u vaqtda stol yo'q deydigan bo'lsa, takcha bor edi. Masjidlar to'g'rimi?
tashida o'tir degan gap chiqish kerak edi-yu. Yoki yostiq qo'yib ol tayinga degan gap chiqish kerak edi-yu. Yana to'g'rimi? Stolda o'tirish o'zi karohiyat kitobida biz o'tiramiz mana uyda xon deb qo'yamizmi? Ana shu xonda o'tirib ovqat yeyish o'zi makruh. Cho'kka tushib o'tirish kerak yoki chizib bo'lish kerak, qoida shu. Endi qayga kirsa hozir o'zimiz ham shu stol bo'lmasa oyog'imiz og'riydi, bu xonga stolga chiqadigan bo'ldi. Shar'an o'zi darsxonaga cho'kka tushib o'tirib yeyish kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sunnat o'rganyapmiz-ku. Men ovqat yeyotganda quldek o'tiraman deganlar. Ya'ni sharhlaydigan ulamolar aytadiki, quldek o'tirishlari payg'ambar alayhisalom Rabbi Parvardigor tomonidan bergan in'omni, ya'ni ne'matni qulga o'xshab qabul qilib ta'zim bilan, hurmat bilan o'tirib yerdilar. Biz nima qilamiz? Chorzani qurgan, yonboshlab olgan, kilesda o'tirgan, u Parvardigori bergan ne'matiga shukrona usul emas-da bu. Lekin hamma shunga moslashib qo'ygan. Buni gapirsangiz, "Ya'ni bunaqa gap ham chiqdi" deydi. O'zimiz buzilib qolamiz, andozdan chiqib ketamiz. Andoza ko'rsatsangiz, bu qayerdan chiqdi deydi. Yo bu qayerdan chiqqan, bu bor edi. Sen o'zing nima kirib olding? Yo'q narsani o'zing topib olding. Demak, biz har bir masalada bir oddiy qilib sizga tushuntirmoqchi bo'lgan gapim, o'tirib o'qisa bo'laveradigan masalani ham siz oyatga yoki hadisga murojaat qiling-da. Qachon o'tiradi? Kim o'tiradi? Qanday o'tiradi? Qoidasi bor-da uni ham. Qolganda o'tiraversin degan emas uni. Oyoq og'riyapti, biz ham oyog'imiz og'riyapti, o'tirmayapmiz-ku. Oyoq og'rimaydigan odam o'zi qolmayapti, sekin-sekin hammalar og'riyapti. Hamma o'tirib oladiganmiz, hamma stol olib kiradigan bo'lsa, cherkovdan farq qoladimi, qolmaydimi? Cherkovda stol bormi, o'tiradi? Siz masjid nima qilmoqchisiz? Cherkov qilmoqchimisiz? Masjidda turish kerak-da. Ana endi shu oyat, hadis, bu payg'ambarimiz alayhisalom borganlardagi o'zlaridan so'rashardi. U kishi yo'q endi. Nima qoldi u kishidan bizga? Muborak hadislar qoldi. Hadisga murojaat qilamiz. Bu hadislarni hammasini o'rganib chiqib bizga ulamolar fiqhiy qonunlar bilan kitoblar qilib qo'ygan. Biz hozir hadisdan ishlashimizga hojat yo'q. Biz o'zimizdan muammo bo'lgan ishni shu kitobga murojaat qilamiz. Ya'ni namozni, kitobni namoz bobiga kirsangiz, kasalmisiz? Salotul mariz bor, kasal namozi. Musofirmisiz? Salotul musofir bor, musofir namozi. Shunga o'xshagan boblar bor. Ro'zami? Ro'zadan chiqadi masalangiz. Kasal ro'zasi nima? Musofir ro'zasi nima? Uni ham bobi bor. Zakotmi? U ham bor. Mol boqsa nima, qo'y boqsa nima, pul aylantirsa nima, u ham chiqaradi. Dehqonchilikmi? U ham bor ziroat bobida. Pul purishmisiz? Sarrofsiz, valyutchik. U ham bor kitobda. Qana qilish kerak. Dehqonmisiz? U ham bor. Hatto dehqonlarni suv talashadi-yu. Muroblarga pul berib o'zi oshib oladi-yu. Shariat shuni qoidasi ham bor-da. Malosnos qilib suvni yombilarni oshyapti-yu. Qadanchi qonun deyapsizlar, bu kitobimizda bor narsa. Kitobda o'qiganlar biladi buni. O'zlari aytayapti endi. Bu suvni hajmiga qarab yonida yo'l qoladi. Bu shar'iy qonun bu. Suv hech kimniki emas. Suvni hajmiga qarab yonida yo'l qoladi. Shu suvdan foydalanish uchun, suvni ichida narsani tozalash uchun yo'loq qoladi, suvni hajmiga qarab. Bu 3 metr qoldiribdi, 7 metr, 10 metr qoldirib deyapti-yu. Shunga o'xshash bu shar'iy qonun bu. Ko'chaga chiqmaslikni ham ko'p gapirganman, to'g'rimi? Bu ham shar'iy qonun. Sekin-sekin bu qonunlar hammasi dinniki. O'zimiz musulmon bo'lib turib shu diniy qonunlarga rioya qilmasdan andozdan chiqamiz. Keyin Alloh subhanahu va taolo shariatga unamasang deb turgan boshqa tomondan bosim bilan shu qonunga bo'ysunib turadi. Kecha jumada o'tdik-ku. Mehnatga qo'yib qo'yadi, agar itoat qilmasa degan mazmunda oyat o'tdik. To'g'rimi? Mehnatga qoldikmi? Qoldik. Kim shu holatga olib keldi? O'zimiz. Qana qilib o'zimiz kelib qoldik? Kitob o'qimaymiz.
Kitob o'qiganga quloq solmaymiz. Cho'pchak masalalar ko'payib ketgan, hikoya masalalar. Qonun masalalari hech kim gapirmaydi. Quloq solmaydi. Tushunmaydi ham bu bechoralar gapirsangiz. Ular hikoya gapirsa tushunadi. Oyat davom etadi. Va man yuti'illah va rasulah. Kim Allohga itoat qilsa va rasulah va Allohning payg'ambari alayhisolatu vassalomga itoat qilsa va yaxshalloh va Allohdan qo'rqsa va yattaqi Allohga taqvo qilsa fa ulayka humul faizun. Ana o'shalar mukofot olguvchilardir. Ya'ni jannatning mukofoti shulardir. Shart nima ekan? Allohga itoat qilish, payg'ambar alayhisolamga itoat qilish, Allohdan qo'rqish, taqvo qilish. Mukofot shu odamlik. Biz nima qilyapmiz? Militsiyaga yozib beramiz, sotga beramiz, ko'chaga beramiz. Shu bilan masalan hal qilamiz. Yo bitta ham ammamiz yo xolamiz keladi, yo amakimiz keladi, bo'yni yo'g'im. Bu narsani hal qilib ketadi. Ular kim? Nima uchun oyatga murojaat qilmaymiz? Nima uchun hadisga murojaat qilmaymiz? Nima uchun shu oyat hadislar bizni ziyonimizga hal bo'lsa ham, xo'p demasdan irg'iymiz? O'zimizga o'zimiz ham gunohni oshiramiz, ham azobni oshiramiz. Ham hayotimizni notinch bo'lishiga o'zimiz sabab bo'lamiz. Shuning uchun bu Qur'onni o'qiyotgan odam bir mazmuniga ham bir kirib qiziqib qo'yish kerak edi nimani o'qiyotganini. O'tirib mulohaza qilish kerak, bu oyat nima deyapti deb. Bu oyatlarni biz o'zimizni bugungi hayotga tatbiq qilishimiz kerak. Yo'yishimiz kerak shu yoqqa. Palonchiga tushgan oyat, po'kinchiga tushgan oyat sizga bizga ishimiz yo'q. Bu palonchi pistonga tushgan narsani qilig'ini biz ham qilyapmiz. Shunga biz ham tushamiz. Faqat boshqa usul bilan tushamiz. Lekin gunohi bir xil. Bunaqa to'g'rili oyatlar ko'p, bizga Xudo hozir kifoya qiladi degan umiddaman. Endi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning muborak hadislardan Abu Sa'id al-Xudri roziyallohu anhu rivoyat qilgan hadislar bor ekan. Bu hadis Hokim o'zidan mustadraklarda isnodi sahih hadis deb aytgan ekanlar. Bu hadisda payg'ambarimiz alayhisolom aytayaptilar. Man akala tayyiban va amila fi sunnatin va minan nasu bawaiqahu dakhala al-jannah. Qalu ya Rasulullah inna hadha fi ummatika kaseerun qala fa sayakunu fi qaumin ba'di. Payg'ambarimiz alayhisolom aytayaptilar. Man akala tayyiban, kim tayyibni yesa, ya'ni pokiza narsani yesa. Quloq soling, pokiza narsani yesa. Pokiza narsa degan narsa haloldan kuchli narsa bu. Tushundingizmi? Halol narsa u boshqa narsa. Haloldan ham kuchliroq pokizani yesa deyilyapti. Halol ekan deb yeb qo'yaradi odamlar kallasani ham. Halol deb yozib qo'yibdi, rolterni yeb qo'yapti-yu, yozilib qolsa bo'ldi ularga. Halol u. Lekin pokizami? Rolterlar tepasida qancha gap chiqadi? Telefonlarda ko'rasizlar-ku. Pokizam emasmi? Qo'pol misollar bilan tushuntirishga harakat qilaman. İşte odamlar shuni aqllariga yetsin uchun. Shunaqa qilib odamlarga yetkazmasangiz, bu odamlar bir narsaning farqiga bormaydi. Sizga bitta tushuntirishdan bittasi, qo'pol tushuntirishdan bittasi. Tahorat qildingiz. Magazindan yangi tursi olgansiz. Bezartadan sochiq yo'q. Tursiga bezartasizmi? Yangi ishlanmagan. Faqat aybi tursik. Agar shu tursiy bo'lmasdan shu material en bo'lsa, artasini artmaysizmi? Artasi nima qildi uni? Tursiy qilib qo'ydi olasizmi? Tursiga betni artsa shariat ruxsat bermagan yeri bormi? Toza material ishlanmagan, toza tursik. Shunga bet arsa bo'ladimi, bo'lmaydimi desa, lo'ba mulla bo'laradi deydi. Halol deydi, toza-ku deydi. Kiyilmagan bo'lsa, toza bo'lsa yo yuvilgan bo'lsa artaver deydi. Uning ichida najosat yo'q. Toza narsa artaver deydi. Lekin tabiat ko'taradimi, ko'tarmaydimi? Mana uni toyib pokizalik deydi. Tushuntira oladimmi? Ruxsat bor. Aybi yo'q, yangi tursik. Lekin insonning sof tabiati qabul qilmaydi. Pok deb ma'noni aytadi.
Bizga 4 marta qo'lni sog'lik yo'qcha pokiza odam dedi. O't pokiza borib nimalar qilayotganini bilasizmi? Payg'ambarimiz alayhisalom aytayotgan gaplari halollamas, halolni ham sarasini yesa, juda nozik nuqtalargacha rioya qilsa, va amila fi sunnatin, amali sunnatdan bo'lsa, shu sunnatga muvofiq amal qilsa hayotida. O sunnatga muvofiq amal, masalan, mana kirib kelasiz, oyoq kiyim yetish kerak. Chap oyoqni oldin yetish kerak, keyin o'ng oyoqni yetish kerak. Chiqib ketayotgan o'ng oyoqni kiyish kerak, chap oyoqni keyin kiyish kerak. Shu sunnat. Tahoratxonaga kirayotganda chap oyoq bilan kirasiz, chiqayotgan o'ng oyoq bilan. Masjidga kirayotgan o'ng oyoq bilan kirasiz, chiqayotgan chap oyoq bilan. Nizikda. Shu sunnat bir oddiy kirish chiqishda. Oyoq kiyim kiyishda. Shim kiyayotganda ham o'ng poychani oldin kiyasiz, keyin chap poychani. Yechayotgan chap poychani yechasiz, keyin o'ng poychani yechasiz. Ko'ylakning yenglari ham shu. Bir kiyinishning o'zida ham sunnat bor-da. Yemoqda sunnat bor. Bismillah deyish kerak, qo'lni yuvish kerak. To'kmasdan yeyish kerak, oldidan yeyish kerak, chopillanmasdan yeyish kerak, isrof qilmasdan yeyish kerak. Yeb bo'lgandan keyin idishni yalash kerak, tozalash kerak. Kim qilyapti shu narsalar? Bu ibodat emas bu. Odat. To'g'ri-to'g'ri qilayotgan ishimiz. Lekin to'g'ri-to'g'ri qilinayotgan ishni ham bu payg'ambarimiz alayhisalom sunnatlari ekan deb oyoq kiyimni yechayotgan sunnat rioya qilsangiz sizga savob bor. Shu ovqatni ham Rasululloh sunnatlari ekan deb ovqatni ham sunnatga rioya qilsangiz ajr bor, savob bor. Lekin e'tiborsizlik qiladigan hech narsa yo'q. Balkim gunohkor bo'lishingiz ham mumkin. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni odalarda bir chap qo'l bilan ovqat yedi. O'ng qo'lim bilan ye dedi. Dedilar payg'ambarimiz. Yomayman dedi. Qaydar yana o'ng qo'lim bilan ye dedilar. Yomayman dedi. Yomay qol dedilar. O'ng qo'l umuman ishlamay qo'ydi. Nima uchun? O'sha sunnatni qil desa qaysarlik qilyapti-da. Yomayman o'ng qo'lda deyapti. Bo'pti Rasululloh bismillah deb o'ng qo'l yosa bo'larmidi? Qilmadi, qaysarlik qildi. Payg'ambar yomayla qoldi dedi, o'ng qo'l shal bo'ldi. Mana sizga bir sunnatni pisand qilmaslik. Bugungi kunda bu sunnatni pisand qilmaslik odatga kirib qoldi. Sunnat nevajniy deydiganlar paydo bo'ldi. Endi qari sunnat talashmasdan undan zarur narsalar bor deydiganlar bor. Sunnatdan zarur narsa bo'lmaydi. Payg'ambar alayhisolatu vasallamga ergashmas ekansiz, siz jannatga kira olmaysiz, avvora bo'lmang. Misol sunnat vajniy bo'lmasa, men sizga bitta oddiy misol tushuntirib beraman. Hamma yaxshi biladi, tahoratda 4 ta farz borligini. To'g'rimi? Betni yu, qo'lni yu, boshingga mas tort, oyog'ingni yu. Bo'ldimi? Og'iz burunni kim yuvadi? 3 tadan kim yuvadi? Quloqlarga, gardanlarga kim mas tortadi? Ayting. O tahoratga kirib kim yuvib chiqadi? Shu tahorat bo'ladimi, bo'lmaydimi? Qiling shu tahorat. Yoki bo'lmasa namozda qiyom farz, qiroat farz, ruku sajda farz, qada oxir farz, takbir-ullo farz. Takbir-ullo namozga kirishdagi Allohu akbar. Qiroat 3 oyat o'qisangiz bo'ldi. Ruku qildingiz, sajda qildingiz, qadaga o'tirdingiz, bo'ldi. O'z ichidagi zikrlar subhan robbil a'lo, subhan robbil azim, at-tahiyatu, salovatlar, subhanakallohumma a'uzu billahi, bismillahi va ala solinaki amin sura qo'shishlar bular farz emas-ku. Shuningsiz namoz bo'ladimi, bo'lmaydimi? Bular sunnat-ku. Vojib mustahab amallar-ku bular. Namoz bo'ladimi, bo'lmaydimi? Shuni namoz bo'lmasa bu qaydan topdi ekan sunnat ko'p ham zarur emas, qilmasa ham bo'laveradi deydiganlar qanaqa qilib ibodat qiladi, qanaqa qilib yashaydi, qanaqa qilib ertaga Xudoning huzurida turadi bular. Har bir narsa sunnat ekan, akalar ukalar. Biz rioya qilamiz. Payg'ambarimiz alayhisalom aytayotgan gaplari kim pokiza narsani yesa, tushundinglar pokizani. Kim sunnatga amal qilsa, va minan nas bawa'iqahu. Odamlar undan keladigan ziyonlardan xotirjam bo'lsa, ya'ni u tilidan ziyon tortmaydi, qo'lidan ziyon tortmaydi. Birovga ziyon tegmasa kimi?
Dahalal jannah, bu odam jannatga kiradi dedilar payg'ambarimiz alayhisalom. Jannatga payg'ambarimiz alayhisalom yo'llanma berayotgan jannatlarida shart nima bo'lyapti? Pokiza narsa, halol emas, pokiza narsa deyapti. Haloldan kuchli narsa bu. Sunnat bilan yasha deyapti, amal qil deyapti. Va odamlar sendan xotirjam bo'lsin, sendan ziyon ko'rmasin. Cho'chimasin sendan. Sen shunday xotirjam odam bo'lginki, odamlarga tilingdan ham, qo'lingdan ham ziyon yetmasin. Jannatga kirasan degan shart qo'ydilar. Qalu ya Rasululloh, inna haza fi ummati kasirun. O'sha eshitib turgan sahobalar Rasululloh, buni odam ummatida ko'p-ku. O sahobalar deyarli hammalari shunaqa edi, biroq ziyonlar yo'q edi. Hayotlarini sunnatga muvofiq qilgan. Har bir narsani Hazrat Umar aytadilar, biz qo'rqqanimizdan 10 halolni birini zo'r iste'mol qiladi, 9dan qo'rqar dedi. Iste'mol qilmas dedi. Chunki 10 halol narsadan bittasini olardik, 9dan ehtiyot bo'ladi dedilar. Shubhaga tushmaslik uchun yoki nopok narsaga tushmaslik uchun dedilar. Tabiatlar shuncha nozil bo'lgan. Bu sahobalar bizda ko'p bunaqalar ummatimizda deyishdi. Payg'ambarimiz alayhisalom aytadilar-ki, "Va sayakunu fi qaumin ba'di." Mendan keyin qavmda paydo bo'ladi ishlar. Ya'ni mendan keyin qavm Rasululloh olamda o'tganlariga 1400 yil bo'ldimi? Maydasini olib tashlasak, 47sini olib tashlasak. 14 asrli bu yoqda siz bilan biz na sunnatga rioya qilamiz. Na bir pokiza narsa nimaligini farqiga boramiz. Na biz yonimizda turgan bir odam tinch tura olasin. Hamma tomondan ziyonimiz yetadi. Shunaqangi ishimiz tor. Billa o'tirib o'sha odamni qasha olamiz. Sal nariroq kelsa g'iybatni qilib qo'yamiz. Bitta ahmoqni evaziga mana ko'chalar hammasi vayron bo'ldi, qamaldi. Iloyo qolib ketsin o'sha deyman doim. Shu ahmoq bitta hokimmi ziyoniga mana nimalar bo'ldi boshimizga. Na buni tilidan, na qo'lidan odamlar omonda bo'ldi. Tortiq jazosini. Bu kam bunga hali. U yoqda alohida bor. Bu tavba qilsa ham buniki jannat bo'lmaydi buniki. Nima uchun? Mazlum bo'lgan odamlar rozi bo'lmagungacha buni masalasi hal bo'lmaydi akalar. O'ylaydiki odamlar men tavba qilsam bo'ldi, hajga yoki umraga borsam tavba qilsam o'tib ketadi deydi. Yo'q. Odamlarning haqqilari bormi? O'sha mazlumlar, haqdorlar sizdan to rozi bo'lmasa ekan, masalasi hal bo'lmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan shahidlik maqomini so'radi bir sahobiyimiz roziyallohu anhu. Payg'ambarimiz alayhisalom jannatga kiradi, to'g'rima-to'g'ri dedilar. Jabal alayhisalom darroda Alloh taolodan hukm keldi, qarz bo'lsa kirmaydi jannatga shahid dedilar. Unday payg'ambarimiz alayhisalom savol bergan qani dedilar. Har ikki kishi men dedilar. Nima dedik dedilar. Shahid jannatga kirmas turib savol berdim. Men nima dedim dedilar. Siz jannatga kiradi dedilar. Yo'q, unaqa emas ekan dedilar. Shahidning qarzi bo'lsa jannatda ishtay turgan qarz uzilmayinchi dedilar. Shahid ham kirolmaydi. Nima uchun? Birodan qarz bor, haqqi bor birodan. Turadi jannatda ishtaydi. To haqqini o'sha odam kechmagungacha yoki shahiddan bu narsa olib unga undir bermaguncha dedilar. Biz xotirjam qarz olamiz u. So'rab borsak, baloga ham qolib ketamiz. Yozib beradi tepamizdan, to'g'rimi? Qutulish uchun hali qarzdan ham kechamiz. Yoz berganiga ham pul to'lab chiqamiz. Bu odam nima bo'ladi oxir qiyomatda? Nima uchun qarzdan qo'rqmaydi odamlar? Nima uchun qarzi galga qo'yadi? Qarzi bo'lib turib to'y qiladi, qarzi bo'lib turib mashina minadi, qarzi bo'lib turib uy soladi. Birovni pulini bersan, mashina minishdan oldin, to'y qilishdan oldin. Tiqilish bo'lib qoldi deydi. O'lib qolsa-chi, u yoq ham tiqilish bo'lib qoladi. Kim o'zadi lekin? Qo'l-qo'lni taniydi deyapti hammasi. Bitta janoza kelsa, kim bo'yniga olsa, o'g'lim men deydi. Keyin haqdorlar ko'payib kelsa, dadam bersin deydi. Meni pulim yo'q deydi. Ana buni bo'yniga yo'qolib chiqib olding. Kimga o'tdi yana u? Farzanda qoldimi, dadada qoldimi ish? Dadada qoldi. Kimga deb oladi bu qarzni? Shu bolani deb oladimi? Bolang uzmasa u qarzni. Nima qilasan sen buni deb qarzga botib, go'rga qiyin ahvolga kirib. Qo'yib ber, yengilroq hayot kechir.
Sal soddaroq hayot kechiringlar deyman-ku doim. Bo'lgan taqdirda ham, boy bo'lib ketganingizda ham sodda hayot kechiring, sunnatga rioya qilib. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni ko'p xotin olganlar hamma biladi. To'g'rimi? Shu kishi qiz ham chiqarganlar, to'g'rimi? Eng suyumli qizlar ekan Fatima onamizmi roziyallohu anha? Shu kishini to'ylar dabdaba bilan bo'lganmi? U Fatima onamizni to'yiga payg'ambarimiz alayhisalom bergan narsamda tarix kirib eshitsangiz, bizdagi o gaday ham undan boyda. Gaday ham boy, gadayning qizi ham o shohona erga tegyapti. O Rasulning qizlari alayhisolatu vassalom. O payg'ambarimizda yo'qmidi bu mablag'? Yo yonlarida boyvachchalar yo'qmidi? Biz qilib beramiz deydigan. Ixlosmand mu'minlar yo'qmidi? Biz ko'taramiz deydigan. Bor edi. Rasululloh qilmadilar. Nima uchun? Agar qilib qo'yganlarida edi, bu sunnat ekanda bu do'ndirib yuborardik-da, bu yoqni qo'shib tashlardik. Shuning uchun sizni bizni andozdan chiqmasligimiz uchun payg'ambarimiz alayhisolom qizlaridan qisib qo'ydi. Hasan Husanlarga sunnat qilib yotqizdilar. Bizga o'sha sunnat to'y qilib qudaga solib solmadilar. Kim chiqardi andozani? Biz o'zimiz topdikmi shuni? Buzuq andozani? Kim qiynalyapti? Bizmi? Kim yana minnatdor bo'lmayapti? Yana biz minnatdor bo'lmayapmiz. Nima uchun sodda hayotimizni murakkablashtirdik? Qachon joyimizga tushamiz akalar? Yana tutayman-da. Gapirsang qattiq gapira, tor oladi deydi. Nimasi tor aytinglar shuni. Men gapirgan gapim nimasi tor? Nimasi qattiq aytingchi. Javobgarlik bormi yo'qmi qiyomatda shu narsalarga? Bor. Payg'ambarimiz alayhisalom mendan keyingi ummatda paydo bo'ladi deganlar bizda shu ummat. Bizda na sunnat bor, na biz tilimizdan qo'limizdan bir xotirjam bo'lsin, na bir yeyotgan narsamiz pokiza bo'lsin. Pokiza tugul halol bo'lsin. Falon joyga oshxona ochilib, oshni zo'r qilarkansiz ketaveradida, to'tta ahmoq, nafsining quli. Oshni zo'r qilayotgan bo'lsa, qaysi go'shtni osh qilyapti? Power kim? Yurgizayotgan kim? Mahsuloti nima? So'radingmi? Hay, shirin ekan deb qo'yadi. Shirin bo'lsa, baloni ham yeyverasanmi? Nafsingga shuncha qulmisan? Surishtirmaysanmi? Siz bilan biz musulmonlar shu yerda ko'proq yashaymizmi? O'sha oshxonalarga borib surishtirsak, bizga ma'qul kelmasa kirmasak, undan keyin ular ham halollashadi. Ular ham iloji yo'q tirikchilik uchun rioyaga o'tadi. O'sha oshpazlarni ham pokizasini topadi. Bu kelayotgan mahsulotni ham surishtirib olib keladi. Pul kerakmi? U pul aylantirishni nima kerak? Xaridor kerakmi? Siz bilan bizga xaridor bo'ladigan biz pokizaroq xaridor bo'lsak, uni ham pokiza qilamiz. Nima bor-u? Qirg'izistondagi sen toza bo'lsang, men toza bo'lsam deydigan. Razaq Saqibmi? Ha? Ishoq Razaqov. Shu odamning gapi to'g'ri-da. Sen toza bo'lsang, men toza bo'lsam, el yurt toza bo'ladi. Mana bir men kitobda ko'rmaganman, kasetadan eshitgan gapim bu. Payg'ambarimiz alayhisalom davrlarida bir hovuzga sut to'ldirishga to'g'ri kelar ekan. Hamma uydan sutni borinab chiqib qo'ysin, qancha imkoni bo'lsa. Bir ko'za qo'yadimi, bir kasa qo'yadimi deb aytilar ekan. Lekin kechasida ba'zi birlari shuncha odam sut qo'ysa, men suv qo'ysam, bilinib o'tirim deb, chiqmadidan ko'ra chiqit qilib quyib qo'yar ekan. Ertaman borilsa u hovuz to'ldir suv ekan. Nima qildi odamlar? Hamma sut qo'ysa, men suv qo'ysam bilib o'tirim dedimi? Shunga o'xshagan hamma qilyapti, endi men bilan munosabat ketamiz deb hamma qilavergan nima bo'lar ekan? Hamma sut qo'yganda sut bo'lamidi? Har birimiz o'zimiz rioya qilsak, hamma toza bo'ladi. Olar qilyapti, mo'lan endi bitta o'zim qanaqa endi qilmay qo'yaman. Boshlablar yashagandan keyin, degandan keyin hamma shu fikrga kelsa, biz o'nglanmaymiz. Har birimiz to'xtasak, imkon qadar o'zimiz qo'limizdan kelgancha sunnatga rioya qilsak, jamiyat joyiga tushadi.
Tinch bo'lasiz, quloqingiz tinch yetib qo'yadi xolos. Qiynalmaysiz. Rossiyaga ham bormaysiz, Turkiyada ham gap eshitmaysiz. Koreyada ham chachis to'kilib kelmaysiz. Ezilib. Boshqa yurtlarga borib forum minmaysiz. Nimaga? Yashayotgan oddiy hayotingiz alhamdulillah. Tinch, xotirjam, hamma joy ishoradi. O tepalarda joylar bor ukalar. Nariyog'imizni remont qilgani uchun anaqa bo'lib qo'ygan. Orqadagilar shuni ochib yuboringlar-da yo'lda. Tepaga chiqinglar-da boloxonaga. Joy bor. Xo'p, muhtaram jamoatimiz, vaqtimiz ham bo'lib qopti. Yana bu mavzudagi ishlarimiz ko'paygan, Xudo xolasa uni ham o'lmasak, tinchlik bo'lsa, o'rganamizdan umiddaman. Bo'ling, tezroq berib yuboring aka. Siz yurmay qo'lma-qo'l qilib yuboring. Basimizga ihson qilganlar bor ekan. Alloh subhanahu va taolo bular ihsonlarni qabul qilsin. Dostonbek masjidi qurilishiga deb ihson qilgan ekan. Yana bir hoji yigit masjidning qurilishiga deb savobini o'tgan dadasiga bag'ishlab ihson qildi. Xotamjonni ihsonidan masjidga qurilishiga deb bergan ihsoni bor ekan. Yana bir hoji yigit o'tgan ota-onasini nomidan ummatga bag'ishlab ihson qildi. Yana bir ayol xatmi Qur'on qildi ekan, savobini payg'ambarimiz va butun ummatga bag'ishlab, o'ziga Allohdan farzand tilab ihson qildi. Yana jo'ralar masjid qurilishiga deb ihson qilgan ekan. Yana bir yigit Alloh yo'lida ihson qilgan ekan. Yana bir yigitimiz safarga ketyapti ekan, duo talab ekan, ihson qildi. Ibrohimjon hojagani xatmi Qur'oni bor qildi ekan, savobini payg'ambarimizga va butun ummatga bag'ishlab ihsoni bilan. Masjid qurilishiga deb Mo'minjon hojaga 3 tonna sement olib bergan ekan, duo qilib berganmiz. Yana Yusufjon brigadasi bilan stajga qilib berdi. Alommi? Bormi yana? Qolganlarni yozmaysizmi aka? Buni o'zim qo'shaymi? Xo'p. Biz xursand bo'ladigan shuki, ichkariga qishimizga yaxshi bo'lsin deb to'plab olib boshladik, oxiriga yetdi alhamdulillah. Toratxonani ham bir yangilaymiz deb bitta birodarimiz boshlagan bo'lyapti. Qolganlar shu bekor turmasdan mehnati bilan, puli bilan, ovqat qilib berish bilan shu qilib beryapti. Xudoga shukr. Odamlarimiz uyg'ondi. Oldin yurardi etik ochib. Hozir etik ham ochmayapmiz. Nimaga? Odamlar bildiki, nima qilsa savob bor. Nima qilsa Xudoga xush keladi. Nima qilsa odamlar minnatdor bo'ladi, usulga kirdi. Shuning uchun sizlarga aytadigan gapimiz akalar. Qanday bir bema'ni yo'q, kitobga tushmaydigan, savob ham bo'lish tugul gunohga qoladigan bir to'yni qilgandan ko'ra, shu to'yni qisqartirib mahallalarda obodonchilikka bersanglar yaxshi bo'ladimi? Yo'q yerda bir ehsonlar bor. O'xshovi yo'q ehsonlar. Mayli ehsonu, lekin qilmasa ham bo'laveradigan darajada ehsonlar bor-da. Shularni ham shunoq bersa bo'ladimi? Jo'ralarning puli bor, mayobga bor, dam olib kelamiz deydi. Qip-qizil bekarchi bo'lsa. Bu nima qilgan dam olib kelmay hayronman bular. Ish qilmasang, qip-qizil bekarchi bo'lsang, mayobga bor, qayerga borasan? Ber shuni. Mayobgan jannatni Xudo bersin senga. To'g'rimi? Apisankalar hur bo'ladigan joyga kir. Maza qilish to'g'rilarda yot, jannatga kir. Ash pulingga. Ana bog'lasan mayobga bor. Ashuncha masofa bosib borasan, bitta tabiatini xira qiladigan bittasiga ro'baro qolsang, borgan pishomon qaytib kelasan. Yo ikkita oshna chiqish olmay qolsang, urishib qaytib kelasan. Undan keyin ber yaratganni. Huzuriga borganda ko'radigan mukofotni mo'ljallab turib ber, yaratgan senga o'sha mayokani jannatni bersin. Xizmatkorlar g'ilmonlar bilan, hurlar bilan beradi. To'xtovsiz beradi. Tabiating bir oy ham xira qilmaydi. Qilaman degan odamni topmaysizda u yerda. Mas bir yerga tabiatni xira qilib keladi desiz, tabiati xira bo'ladigan joyni topmaysizda. Bu ovqat yo'qmadi deydigan bo'lsangiz, unaqa ovqat o'zi ham yo'qda jannatda. Jannatdagi bir ovqatga hammamiz mo'chmizku, ovqat yaxshi ko'ramizku. Shu ovqat deb chiqdik-ku jannatdan. Shuni deb kiramizda Xudo xolasa. Mukofot ham ovqatda jannatda. Jannatdagi ovqatlar betakror. Ya'ni buni oldin yedik.
Bizlarga sanoqli ovqat bor, to'g'rimi? Har qanaqangi oshxonaga kirsangiz, menyusida bir 30 ta 40 ta ovqat bor, boshqa yo'qda. Aylanib kelish, har kun bittadan yesam 40 kundan keyin 41-kunga boshqa ashinaga qaytasizda. Betakror degan gap jannatda siz bilamiz, Xudo xolisa abadiy qolamiz. Xolidina fiha abada deydi. Ular jannatda abadiy qoladilar deydi. Amin iloyim. Endi abadiy qolganda qancha yil yashaymiz? Yaratganimiz biladi. Betakror degan narsa oldin yeganingiz qaytib kelmaydi. Va bekusov. Kusashni bilasizmi? Haliga zo'r bo'ldi, ashandan bo'lsa yana bitta yerdim deydigani yo'q. Nima uchun? Uni kushash uchun oldingi narsani kushash uchun. Keyingi narsa o'xshamasligi kerak edi. To'g'rimi? Masalan, bitta osh deysiz zo'r bo'ldi. Yana bir joyda yana bitta osh yesangiz, hali osh zo'rida deysiz. Mana kushayapsiz. Bu osh nima bo'ldi? Takror, lekin ta'mi, mazasi unaqa emas. Jannat demak betakror, bekusov. Oddiy bir mukofot. Xohlaganini ye deydi. Xohlagan joyda ye deydi. Lekin qozon tovoq osmaysiz. O'zi keladi tayyor. Mehnat is. Qorningiz og'rib toratxona istamaysiz. O'zi hazm bo'ladi. Bu davleningizdan oshib ketmaydi. Hamma yo'q shifo. Kekirmaysiz ham. O'sirmaysiz ham. O'zi hazm bo'ladi. Shuga kirishni nima qilish kerak bo'ldi? Pokizasi ish kerak bo'ldi, sunnat rioya qilish kerak bo'ldi. Odamlar sizdan bizdan tinch bo'lishlik kerak bo'ldi. Topgan mablag'ni foydasi bor tomonga tashlash kerak bo'ldi. Xudo hammamizga insof bersin. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun. Va salamun alal mursalin valhamdulillahi robbil alamin. Bismillahirrohmanirrohim. Amin. Alhamdulillahi robbil alamin. Vassalatu vassalamu ala rasulillah. Alloh subhanahu va taolo sunnatga rioya qilib yashashni hammamizga nasib qilsin, Parvardigor. Haqni haqdan haqqa ergashmoqligimizni, o'zgalarni ham ergashishni nasib qilsin. Nohaqdan nohaqlikdan chekinmoqlikni, o'zgalarni chekinishni Alloh nasib qilsin. Olamda o'tgan hayotda turgan minbat hayotga keladigan jami' mo'min musulmonlarni, jami'ki payg'ambar alayhissalomlarni, xosatan payg'ambar sallallohu savobli xayr ishlarimizdan bahramand aylagan. Ota-onalarimiz, ustozlarimiz Alloh rahmatini olgan. Bizlarga ibodat uchun hayotni ber, oxir holimiz kalima to'yba qabul qilgan tavbasi nasib qilgan. Orqamizdan diniga xizmat qiladigan, haqqimizga duo qiladigan, duolar ijobat bo'ladigan qoldir zurriyatlarimiz. Mahbuzlarimizga najot yengillik ber, Parvardigor. Kasallarimiz shifo komila ber. Hojatmonlarimiz hojatini ravo qilin, Parvardigor. Befarzandlarga solih farzandlar ber. Noqobil farzandlarga insof hidoyat ber, Parvardigor. Turmush quradiganlarga, Parvardigor, tez kunda o'zlariga mos joydan chiroyli ibodat kechiradigan juft halolini bergin, Parvardigor. Masjidimizning qurilishiga mablag' bilan, kuchi bilan, fikri bilan, nimasi bilan bo'lsa ham duosi bilan bo'lib yordam beradigan hammalarni Alloh subhanahu va taolo mukofotini o'zing robboniy qilib bergin, Parvardigor. O'zing bilguchi zotsan, Parvardigor. Oshig'i bilan berish o'zingning himmating, Parvardigor. Fazlingni so'raymiz sizdan, Parvardigor. Mahallamizda ham ish boshlanib qoldi, alhamdulillah. Alloh subhanahu shu ishimizni sifatli qilib oxirigacha yetkazib berishni nasib qilsin, Parvardigor. Yurtimizni tinch obod qilin, har xil balo-ofatdan asragin. Ustimizga dinni g'amlaydigan, musulmonlar manfaatini o'ylaydigan, ilmiga amal qilgan solih odamlar rahbar qilgin. Kofir, fosiq, munofiq, zolimlar ustimizga rahbar qilmagin. Ularning qo'llariga mo'min sumab fitna qilsa bermagin, ya Robbi. Butun olamdagi musulmonlarni Alloh o'zing himoyangga olgin. Allohumma solli va sallim barik alayhi bi rahmatika ya arhamar rohimin.